Assalomu alaykum aziz do'stlar. So'nggi haftalarda bizga murojaat qilayotgan bemorlar asosan 3 haftadan ortiq 6 haftagacha yo'tal shikoyati bilan murojaat qilishmoqda. Bularning asosiy shikoyatlari yo'tal, nafas siqishi, bo'g'ilish, burun oqishi, ko'z achishi, nafas siqishi, oq balg'am ko'chishi kabi shikoyatlar. Bular asosan allergiya va shamollashning qo'shilib birgalikda kelishi, ya'ni allergik jarayon ketayotgan vaqtda shamollash qo'shilishi. Chunki bunday paytlarda allergologik holatda yuqori nafas yo'llari, asosan burun shilliq qavatlari, nafas yo'llari, bronx yo'llaridagi shilliq qavatlar yallig'lanish jarayoni bilan juda sezgir bo'ladi. Ya'ni issiq havoda ham, sovuq havoda ham, o'tkir hidlarda ham, ya'ni nafas siqish, yo'tal, bo'g'ilish kabi shikoyatlar vujudga keladi. Va bu paytda tashqi tomondan tushadigan bakteriya, zamburug', infeksiyalarga nisbatan sezgir bo'lib qoladi va shamollash tezroq kechadi. Bunday paytlarda asosan palapartish dori-darmonlarni qabul qilgan bemorlarda yo'tal og'irroq va kuchliroq kechadi. Shunday shikoyatlar siz va sizning yaqinlaringizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, avvalambor shifokorga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. Ya'ni allergolog, immunologga va shu bilan birgalikda xonalarni toza saqlash, ya'ni gullamaydigan, o'zidan kislorod chiqaradigan xona gullarini qo'yish va shu bilan birgalikda havoni tozalaydigan, filtrlaydigan va namlaydigan apparatlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Siz va sizning yaqinlaringizda shunday muammolar mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Allergolog Muxtorov jamoasi dushanbadan shanba kungacha tongi 8 dan 12 gacha va 17:00 dan 20:00 gacha Toshkent shahri Chilonzor tumani 7-mavze Lutfiy ko'chasi 55A uyda sizlarni qabul qiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang.